Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi nimalarga qarab hisoblanadi? Kimning pensiyasi oshadi? Kimning kutilgandan kamroq o'zgarishi mumkin va eng asosiysi, oddiy pensioner qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya faqat bugungi pensionerning masalasi emas, ertaga pensiyaga chiqadigan farzandlar, ishlayotgan fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar uchun ham bevosita ahamiyatli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men raqamlar, oddiy hayotiy misollar va amaliy qadamlar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda birgina yangilikni o'tkazib yuborish ham odamning daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Pensiya indeksatsiyasi deganda ko'pchilik faqat pensiya oshar ekan deb tushunadi. Aslida esa indeksatsiya bu pensiya va nafaqalarning narxlar o'sishi, ish haqi o'zgarishi, budjet imkoniyatlari, eng kam to'lovlar miqdori va ijtimoiy himoya siyosatiga moslashtirish jarayonidir. Ya'ni davlat pensiya olayotgan odamlarning daromadi bozordagi real narxlar o'rtada qolib ketmasligi uchun pensiyalarni ma'lum foizga yoki ma'lum tartibda oshiradi. Oldin ko'pchilik uchun pensiya oshishi juda oddiy ko'rinardi. Prezident farmoni yoki hukumat qarori chiqadi. Unda pensiya va nafaqalar falon sanadan boshlab falon foizga oshiriladi deyiladi. Keyin pensioner keyingi oyda ko'proq pul oladi. Lekin amalda hamma pensioner bir xil natija ko'rmasligi mumkin. Chunki kimdir yoshga do'yirib pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi, yana kimdir to'liq ish stajiga ega. Kimdir staji kam bo'lgani uchun minimal darajada pensiya oladi, kimdir ustama oladi, kimdir imtiyozli hisob-kitob bilan pensiyaga chiqqan. Shuning uchun indeksatsiya faqat bitta foizdan iborat emas, uning ichida ko'plab omillar bor. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi haqida gapirganda men eng avvalo shuni ta'kidlayman. Yakuniy foiz, aniq sana va to'lov tartibi faqat rasmiy qaror chiqqandan keyin aniq bo'ladi. Lekin indeksatsiyada nimalar hisobga olinishi, kimlar alohida e'tibor berishi kerakligi, pensiya miqdori qanday tekshirilishi va hujjatlarda nimalar muhimligi bugundan tushunib olinishi kerak. Chunki pensiya oshgan paytda xato ish staji, noto'g'ri ma'lumot, vaqtida topshirilmagan hujjat yoki qayta hisoblash uchun berilmagan ariza odamning qo'shimcha pul olish imkoniyatini kamaytirishi mumkin. Avval pensiya tizimida asosiy e'tibor ish staji va ish haqi ma'lumotlariga qaratilgan. Odam qancha yil ishlagan, qaysi yillarda qancha maosh olgan, mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'rimi, korxona arxivida ma'lumot bormi, pensiya miqdori shularga bog'liq bo'lgan. Indeksatsiya esa keyinchalik tayinlangan pensiya summasiga qo'llangan. Masalan, bir pensioner 2 million so'm pensiya olsa va indeksatsiya 10% bo'lsa, u nazariy jihatdan 200 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Lekin bu juda soddalashtirilgan misol. Chunki ayrim to'lovlar pensiya tarkibiga kiradi. Ayrimlari alohida nafaqa yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Ba'zi ustamalar ham foizli o'sishga avtomatik qo'shiladi. Ba'zilari esa belgilangan qat'iy summa bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam hammaniki 10% oshdi, meniki nega boshqacha deb hayron qoladi. Hozirgi o'zgarishlardan biri shundaki, ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Avvallari odam ko'plab ma'lumotnomalarni o'zi yig'ardi, arxivma-arxiv yurardi. Hozir esa ayrim ma'lumotlar pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik tizimi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va boshqa bazalar orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni, jarayon tezlashadi. Yomon tomoni, agar elektron bazada xato bo'lsa, odam buni vaqtida bilmasa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish, davlat ijtimoiy himoyaga ko'proq manzil yondashishga harakat qilmoqda. Ya'ni hammani bir xil ko'rish emas, balki ehtiyojmand qatlamlar, kam pensiya oluvchilar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, yoshi katta yolg'iz pensionerlar alohida e'tiborga olinishi mumkin. Bu indeksatsiyada ham sezilishi mumkin. Masalan, umumiy pensiyalar foizda oshirilsa, minimal pensiya yoki minimal nafaqa alohida qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bo'ladi. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida birinchi hisobga olinadigan omil inflyatsiya, ya'ni narxlarning oshishi. Oddiy qilib aytsam, pensionerning qo'lidagi pul o'tgan yildagidek mahsulot sotib olishga yetadimi yoki yo'qmi, shunga qaraladi. Agar non, un, yo'q, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari oshsa, pensiya ham shu real hayotdagi bosimni hisobga olishi kerak. Masalan, bir pensioner oyiga 2 million 300 ming so'm pensiya oladi.
Uning doimiy xarajatlari quyidagicha bo'lsin. Dori-darmon 500 ming so'm, kommunal to'lovlar 300 ming so'm, oziq-ovqat 1 million 200 ming so'm, transport va boshqa mayda xarajatlar 300 ming so'm. Jami 2 million 300 ming so'm. Agar yil davomida oziq-ovqat 12% ga, dori-darmon 15% ga, kommunal xarajatlar 10% ga oshsa, bu pensioner avvalgi pensiya bilan yashashda qiynaladi. Demak, indeksatsiyaning asosiy maqsadi qog'ozdagi daromadni emas, real xarid qobiliyatini himoya qilishdir. Ikkinchi omil o'rtacha haqi va iqtisodiyotdagi daromadlar o'sishi. Pensiya tizimi ishlayotgan fuqarolar to'layotgan ijtimoiy ajratmalar, budjet tushumlar va iqtisodiy faollik bilan bog'liq. Agar mamlakatda ish haqi oshsa, budjet tushumlari barqaror bo'lsa, pensiyalarni oshirish imkoniyati ham kengayadi. Lekin bu yerda muvozanat muhim. Davlat pensiyani juda keskin oshirsa, budjetga katta yuk tushadi. Juda kam oshirsa, pensionerlarning turmush darajasi pasayadi. Shu sababli indeksatsiya odatda inflyatsiya, ish haqi o'sishi va budjet imkoniyatlari o'rtasidagi muvozanat asosida belgilanadi. Uchinchi omil minimal iste'mol xarajatlari va kambag'allik chegarasi kabi ijtimoiy ko'rsatkichlar. Oddiy til bilan aytganda, odamning eng zarur ehtiyojlari uchun oyiga qancha pul kerak? Oziq-ovqat, kiyim, dori, kommunal xizmat, aloqa, transport bular hisobga olinadi. Pensiya indeksatsiyasi ayniqsa kam pensiya oluvchilar uchun shu nuqtadan baholanadi. Chunki 5 million so'm pensiya olayotgan odamning 10% o'sishi bilan 20 million so'm atrofida to'lab olayotgan odamning 10% o'sishi real hayotda bir xil yordam bermaydi. Masalan, birinchi pensioner 5 million so'm oladi. 10% oshsa 500 ming so'm qo'shimcha bo'ladi. Ikkinchi pensioner 2 million 200 ming so'm oladi. 10% oshsa 1,2 ming so'm qo'shimcha bo'ladi. Ikkalasida foiz bir xil, lekin hayotiy ta'siri har xil. Shuning uchun ayrim holatlarda minimal pensiya yoki ayrim nafaqalar bo'yicha alohida oshirish mexanizmi qo'llanishi mumkin. Men har doim pensionerlarga shuni aytaman, faqat foizga qaramang, yakuniy qo'lga tegadigan summani, ustamalarni va minimal kafolatlarni tekshiring. 4-omil pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa va boshqa to'lovlar bir xil huquqiy asosga ega bo'lmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya ish staji va ish haqi asosida tayinlanadi. Nogironlik pensiyasi nogironlik guruhi, ish staji, tibbiy mehnat ekspertizasi xulosalari ahamiyatli. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa marhum bo'g'uvchining staji, oila a'zolari soni va ularning huquqiy maqomi muhim bo'ladi. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lsa ham har bir turdagi to'lovning ichki hisob-kitobi farq qiladi. 5-omil ish staji va avvalgi ish haqi ma'lumotlari. Indeksatsiya tayinlangan pensiyaga qo'llanadi, lekin pensiyaning o'zi noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, oshirilgan summa ham noto'g'ri bazadan kelib chiqadi. Masalan, fuqaro 35 yil ishlagan, lekin bazada faqat 28 yil ko'rgan bo'lsa, uning pensiyasi pastroq tayinlangan bo'lishi mumkin. Keyin indeksatsiya bo'lganda ham u pastroq pensiyaga foiz qo'llanadi. Shu sababli 2026 yilgi indeksatsiyadan oldin ham, keyin ham har bir pensioner o'z ish staji, ish haqi, ustama va imtiyozlarni tekshirishi kerak. Birinchi navbatda hujjatlarda bo'shliq bor fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, mehnat daftarchasida bir korxonadan ikkinchi korxonaga o'tgan davrda yozuv noto'g'ri bo'lsa, muhr noaniq bo'lsa, lavozim ko'rsatilmagan bo'lsa, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish sanalari mos kelmasa, bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda ishlaganlar, yopilib ketgan korxonalarda ishlaganlar. Arxiv hujjatlari to'liq saqlanmagan tashkilotlarda ishlaganlar buni jiddiy qabul qilish kerak. Ikkinchi guruh pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Chunki yangi pensionerlar ko'pincha pensiya tayinlangandan keyin mayli, bo'ldi deb hujjatlarni tekshirmaydi. Aslida pensiya tayinlangan qaror, hisob-kitob varaqasi, ish staji ro'yxati va hisobga olingan ish haqi davrlarini ko'rib chiqish kerak. Agar xato bo'lsa, uni imkon qadar erta tuzatish foydali. Uchinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Ayrim davlatlarda ishlayotgan pensionerlar uchun indeksatsiya tartibi alohida bo'lishi mumkin, ayrim joylarda to'liq qo'llanadi. Ayrim holatlarda qayta hisoblash ma'lum shartlarga bog'liq bo'ladi. O'zbekistonda ham amaldagi qonunchilikka qarab ishlayotgan pensioner o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Men bunday fuqarolarga har yili pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ish davomida to'langan badallar yoki ish staji qayta hisoblashga ta'sir qiladimi deb aniqlashtirishni maslahat beraman.
4-chi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning yaqinlari. Bu yerda indeksatsiyadan tashqari nogironlik guruhi tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik, parvarish puli, dori-darmon imtiyozlari, kommunal imtiyozlar kabi masalalar ham bor. Ba'zida odam faqat pensiya oshishiga qaraydi, lekin boshqa ijtimoiy to'lov yoki imtiyozni rasmiylashtirmagan bo'ladi. Natijada oilaning umumiy daromadi past bo'lib qoladi. Agar sizning pensiyangiz rasmiy tayinlangan, barcha hujjatlaringiz bazada to'liq, ish staji bo'yicha shubha yo'q, pensiya turida o'zgarish bo'lmagan va indeksatsiya umumiy tartibda qo'llanadigan bo'lsa, odatda siz alohida ariza bermasdan oshirilgan pensiyani olasiz. Ko'p hollarda indeksatsiya avtomatik tarzda hisoblanadi. Siz bank kartangizga yoki pochta orqali keladigan summani kuzatasiz. Lekin men xavotir olmang deganda umuman tekshirmang demoqchi emasman. Farq bor. Vahima qilish kerak emas, ammo nazorat qilish kerak. Pensiya sizning huquqingiz. Shuning uchun har bir o'zgarishdan keyin kamida bir marta nega aynan shu summa tushdi degan savolga javob topish foydali. Birinchi misol. Dilbar opa 68 yoshda 2 million 1 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. U 32 yil ishlagan. Lekin eski tikuv fabrikasida ishlagan 4 yillik davr bo'yicha arxiv ma'lumoti yo'q deb hisobga olinmagan. Agar 2026 yilda pensiya 10% ga oshsa, Dilbar opaning pensiyasi taxminan 2-10 ming so'mga oshishi mumkin. Lekin agar u arxivdan o'sha 4 yilni tasdiqlasa va pensiyasi qayta hisoblanganda bazaviy pensiyasi 2 million 320 ming so'mga chiqsa, indeksatsiya ham endi 2 million 327 ming so'mdan hisoblanadi. Natijada u faqat foiz oshishidan emas, balki to'g'ri hisob-kitobdan ham yutadi. Ikkinchi misol. Akmal aka ishlayotgan pensioner. U 63 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin hanuz qorovul bo'lib ishlaydi. U har oy maosh oladi, undan tegishli ajratmalar amalga oshiriladi. Akmal aka men ishlayapman, pensiyam oshmaydi shekilli deb o'ylaydi. Aslida buni aniq aytish uchun amaldagi tartibni tekshirish kerak. Umumiy indeksatsiya unga ham tegishli bo'lishi mumkin, lekin ish davri uchun qayta hisoblash alohida qoidalarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun u ish beruvchidan rasmiy ish haqi va ajratmalar to'g'ri yuritilayotganini tekshirishi, pensiya jamg'armasidan shaxsiy ma'lumotlarni so'rashi kerak. Uchinchi misol. Malika opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Uning 2 farzandi bor. Farzandlardan biri kollej yoki oliy ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, yosh chegarasi va kunduzgi ta'lim sharti muhim bo'lishi mumkin. Indeksatsiya pensiyani oshiradi. Lekin agar farzandning o'qishi bo'yicha ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi mumkin. Demak, bu oilada indeksatsiyadan ham muhimroq narsa huquqni tasdiqlovchi hujjatlarni vaqtida yangilash. 4-chi misol. Sobir ota minimal pensiyaga yaqin miqdorda to'lov oladi. U o'zining staji kam deb o'ylaydi. Aslida esa harbiy xizmat davri va ayrim mehnat faoliyati davrlari hisobga olinmagan. Agar bu davrlar qonun bo'yicha stajga qo'shilsa, pensiya bazasi o'zgarishi mumkin. Ko'pchilik mening pensiyam kam, demak shunday bo'lishi kerak deb yuradi. Men bunday yondashuvni noto'g'ri deb hisoblayman. Kam pensiya olayotgan odam birinchi bo'lib hisob-kitobini tekshirish kerak. Birinchi nozik jihat indeksatsiya sanasi. Qarorda pensiya falon sanadan oshiriladi deyiladi. Lekin to'lov pensionerga keyingi oyda kelishi mumkin yoki qayta hisob-kitob bilan farq puli alohida berilishi mumkin. Masalan, oshirish in apreldan kuchga kirsa, aprel puli may oyida to'liq yoki qisman aks etishi mumkin. Shu sababli birinchi oyda summa kutilgandek ko'rinmasa, darhol vahima qilmasdan to'lov davri va qayta hisoblashni aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Foiz hamma komponentlarga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Pensiya tarkibida asosiy pensiya, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. Ayrimlari indeksatsiya qilinadi, ayrimlari alohida belgilangan bo'ladi. Shuning uchun mening pensiyam 3 million edi. 10% oshsa 3 million 300 ming bo'lishi kerak edi. Nega 3 million 200 ming bo'ldi degan savolga javob aynan tarkibiy qismlarda bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlardan sud qarori, aliment, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya natijasida hisoblangan pensiya oshadi. Lekin qo'lga tegadigan summa ushlab qolishlar sababli kamroq bo'lishi mumkin. Bunday paytda odam pensiya oshmadi deb o'ylaydi. Aslida esa brutto hisob oshgan, netto to'lovda ushlab qolish bor. 4-nozik jihat bank kartasi va pochta to'lovlari. Ba'zida pul tushgan.
Lekin pensioner SMS xabarnoma olmagan bo'ladi. Yoki karta muddati tugagan, bankda texnik kechikish bo'lgan, pochta yetkazishda jadval o'zgargan. Indeksatsiya bo'yicha savol berishdan oldin to'lov kanalingizni ham tekshiring. Bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Pochta orqali olsangiz, mahalliy pochta bo'limidan to'lov ro'yxatini aniqlashtiring. 5-nozik jihat, norasmiy ish tajribasi pensiyaga yordam bermaydi. Ko'p odamlar 10 yil, 15 yil ishlagan. Lekin maoshi konvertda berilgan, mehnat daftarchasiga yozilmagan, soliq va ijtimoiy ajratmalar to'lanmagan. Keyin pensiya vaqtida men ishlaganman-ku deydi. Afsuski pensiya tizimi hujjat va rasmiy ma'lumotga tayanadi. Shuning uchun hozir ishlayotgan yoshlarga ham aytaman. Bugungi norasmiy maosh ertangi pensiyangizni kamaytirishi mumkin. 6-nozik jihat, ijtimoiy nafaqa bilan mehnat pensiyasini aralashtirmaslik kerak. Mehnat pensiyasi odatda staj va ish haqi asosida hisoblanadi. Ijtimoiy nafaqa esa yetarli staj bo'lmaganda yoki alohida ijtimoiy holat bo'yicha tayinlanishi mumkin. Indeksatsiya ikkalasiga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin hisoblash mantig'i boshqa. Shuning uchun o'zingiz oladigan to'lovning aniq nomini biling. 7-nozik jihat, pensiya miqdori oshgani ayrim ijtimoiy yordam mezonlariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilaning umumiy daromadi oshsa, ba'zi manzilli yordamlar uchun daromad mezoni qayta bog'lanishi mumkin. Bu hamma uchun emas, lekin ehtiyojmand oilalar buni bilishi kerak. Pensiya o'sishi yaxshi. Ammo boshqa yordamlar bo'yicha huquqingiz o'zgaradimi, yo'qmi? Mahalla yoki ijtimoiy himoya organlaridan aniqlashtiring. Birinchi qadam. Pensiya hujjatlaringizni tartibga soling. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya tayinlanganligi bo'yicha qaror yoki ma'lumotnoma, bank karta rekvizitlari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli guvohnomalar va farzandlarning o'qishi bo'yicha ma'lumotnomalar bo'lishi kerak. Hujjatlarni bitta papkaga joylang. Bu oddiy tuyuladi, lekin amalda ko'p muammo hujjat tarqoqligidan boshlanadi. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qanday hisoblanganini so'rang. Men odamlarga shunday deyishni maslahat beraman. Mening pensiyam tarkibi hisobga olingan ish stajim, asosiy summa va ustamalar bo'yicha yozma yoki elektron ma'lumot berishingizni so'rayman. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa, yozma javob oling yoki shaxsiy kabinetingiz orqali ma'lumotni yuklab oling. 3-qadam. Ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar pensiya hisobida aks etganmi? Harbiy xizmat, dekret ta'tili, bolani parvarish qilish davri, ayrim o'qish yoki xizmat davrlari qonun bo'yicha qo'shiladimi? Buni mutaxassis bilan aniqlang. Agar biror davr tushib qolgan bo'lsa, arxivga so'rov yuboring. 4-qadam. Arxiv hujjatlarini izlang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga, yuqori tashkilot arxiviga yoki huquqiy voris korxonaga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy buyruq sanalari, eski manzil, bo'lim nomi kabi ma'lumotlarni yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, javob topish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam. 2026 yilgi indeksatsiya bo'yicha rasmiy qarorni kuting va faqat ishonchli manbaga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, pensiya ehid foiz osharkan degan gaplar, ariza bermasang oshmaydi degan vahimali xabarlar ko'p bo'ladi. Rasmiy manbalar, prezident hujjatlari e'lon qilinadigan portal, Adliya vazirligi ma'lumotlari, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va rasmiy OAV. Men har doim shuni aytaman. Pensiya masalasida mish-mish bilan ish qilmang. 6-qadam. Agar indeksatsiyadan keyin summa noto'g'ri deb o'ylasangiz, darhol murojaat qiling. Arizangizda quyidagilar bo'lsin: FI, pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, hozirgi pensiya miqdori. Qaysi sanadan keyin summa bo'yicha savol tug'ilgani va aniq talab. Masalan, 2026 yilgi indeksatsiyadan keyin pensiya miqdori qanday hisoblanganini tushuntirib berishingizni va hisob-kitob varaqasini taqdim etishingizni so'rayman. Agar xato aniqlansa, qayta hisoblashni so'rang. 7-qadam. Bank va pochta bilan bog'liq masalalarni alohida tekshiring. Agar pul tushmasa, avvalo karta faolmi? Hisob raqami yopilmaganmi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Karta muddati tugamaganmi? Shuni biling. Pochta orqali olsangiz, yetkazish jadvali va ro'yxatda ismingiz bor yo'qligini aniqlang. Ba'zida muammo pensiya hisobida emas, to'lov yetkazish jarayonida bo'ladi. 8-qadam.
Yaqinlaringizga yordam bering. Yosh katta pensionerlar ko'pincha elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi, navbatda turish og'ir bo'ladi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Lekin bu yerda ehtiyot bo'ling. Karta, PIN kodini hech kimga bermang. SMS kodlarini aytmang. Notanish odamga hujjat topshirmang. Pensiya mavzusida firibgarlar ham faollashadi. 9-qadam. Agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Avval tuman bo'limiga yozma murojaat qiling. Javobdan qoniqmasangiz, viloyat boshqarmasi yoki respublika darajasidagi organlarga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, yurist bilan maslahatlashib, sud tartibida huquqingizni himoya qiling. Pensiya masalasida hujjat va muddatlar juda muhim. Shuning uchun har bir ariza nusxasini, kirim raqamini, javob xatini saqlab qo'ying. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida eng asosiy e'tibor narxlar o'sishi, budjet imkoniyatlari, ish haqi dinamikasi, minimal ijtimoiy kafolatlar. Pensiya turi, ish staji va avvalgi hisob kitoblarining to'g'riligiga qaratiladi. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Indeksatsiya avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblanganini nazorat qilish avtomatik bo'lmaydi. Buni o'zingiz yoki yaqinlaringiz tekshirishi kerak. Agar hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Agar staj, ish haqi, arxiv, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik huquqi yoki ustamalar bo'yicha savol bo'lsa, hozirdan harakat qiling. Pensiya oshganidan keyin emas. Oldindan tayyor bo'lgan odam ko'proq himoyalangan bo'ladi. Sizning pensiyangiz indeksatsiyadan keyin qanday o'zgarishini kutyapsiz? Izohlarda yozing. Qaysi masala sizni ko'proq qiynayapti? Stajmi, minimal pensiyami? Nogironlik pensiyasini yoki to'lovdagi kechikishlarmi? Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta oilaning oylik daromadiga real ta'sir qilishi mumkin.